Yo'llarimiz asta-asta bitish jarayonida. Kraskaga tayyorlayapmiz. Yonlarini qarab chiroyli qilib. Eshik yonlari, yo'llarimiz xudo xolasa hammasi asta-asta bityapti. Keyin biz krashni ishlab chiqaramiz. Kimgadir krashnilar kerak bo'lsa, krashnilarimiz ham bor. Hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Joyimiz mana pechkamiz bor. Pechkamizda krashnilarni yeb qo'yganmiz uni. Sep archiqchaga yeyib turib, shu yerda pishiramiz. 200 gradusda pishiramiz. Har xil turdagi krashnilarni tayyorlayveramiz. Chiqqisi kelmayapti. Chiqdi mana bunaqa krashdan. Hozirgi kunda trendda bo'lib turgan arkali sirplarga krashlar chiqarib beryapmiz. Har bir turdog'lardan chiqarib beramiz. Xohlasalar mana bu fasondog'lar qalin, yuqa sizdan ham chiqarib beraveramiz. Bugungilarimizda ham kraskasi sepib qo'ydik.